Sotiladigan BMW M8 Competition so'raganlar uchun bugun sotuvda BMW M8 Competition Carbon Core. Buni yili 2024 va 16000 km masofani bosib o'tgan. Oldi radiator reshotkasi va kapoti klassik karbondan, a kapot ostida bo'lsa 4 litrli V8 twin turbo motor yotibdi va bunda 625 ta ot kuchi bor. Bunda 22 dyumli kovunli diskalar turibdi va tormoz sistemasi perforatsiyali. Saloniga qora koja did bilan ishlangan. Rul kojadan va buni choklari MKna rangidan. O'rindiqlar kojadan va unda isitish va sovutish tizimi ham bor. Patologga keladigan bo'lsa Alcantara. Mashina 4 eshikli va bu ham 4 o'ringa mo'ljallangan, chunki o'rtada konsol bor. Hattoki vixloplar atrofi ham karbondan, bo'lmasa buni ovozini bitta eshitib ko'ramiz. Bu mashinani olsangiz stokoviy kapoti bilan diskasini qo'shib berishadi. Ana endi mashinaning narxiga keladigan bo'lsak, $161,000. Agar meni nomimdan chiqadigan bo'lsanglar, egalari kelishtirib beraman dedilar. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.